Barter yo'q, variant bor. Variant qanchaga beramiz boshida, necha oyga qolganini to'laymiz. 200 dan ko'prog'ini bersa, u yog'ini. O'zini kattasini ham kelibdi ekan, kattasini ham aytaveramiz buradan. Assalomu alaykum barchaga. Bugun 9-mart sanasi bilan Deno mashina bozoridan videolarni boshlaymiz. Mashina olmoqchi, sotmoqchi bo'lganlar kommentariyada Telegram manzilini qoldiramiz, o'tib e'lon berib boshlab bo'ladi. Qani unda boshladik. Dastlabki videomizni KAMAZ rusumli mashina bilan boshladik. 82-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina hamma tomon taxlangan, kraskalari qilingan, balonlar yumshoq bilan taqilgan. Gazda yuradi. Ko'rib turganimizdek egasini aytishi bo'yicha xullas olgan odamga usta rasxoti, ya'ni xarajatlari yo'q deyapti. Narxiga to'xtalsak 17 ming ko'kida aytilyapti. Boringa qanchaga kelishtiramiz desak, mayli ketdi 500 ketsa ketibdi, 16,5 mingga beraman deyapti. Yana ham qolganini o'sha KAMAZ izlab yurganlar telefon qilasiz, undan ham kelishtiradigan joyi bo'ladi albatta. Albatta kelishadigan joyi bo'ladi. Endi telefon raqamini olib qo'yamiz. Mashina qayerda yurgan, qanaqa raqamda aloqaga chiqamiz, so'rab bilib olamiz. Aka, telefon nomeri ayting qani siz bilan bog'lanishga? 99 670 0064. Qayerda mashina aka bu? Denoning mashinasi ekan. Boring deb 16,5 dan ham kelishtirib yuboramiz hali. Bitadimi aka naqdiga 16,5 dan pastiga? Variant barter qilamizmi? Faqat naqdga. Faqat naqdga ekan, savdosini bersin deymiz. Kamdan so'raganlar ko'rib ketaveramiz. Endi Kia Vanga so'raganlar ham bo'ladi. Kia Vangani ham ko'rsatib ketamiz. Aka, yili va narxini aytib ketaylik kim bo'lsa? Yili qancha, narx qancha aka? 2012 qancha aytib qo'yamiz narxini? 15 ming ko'kiga. Telefon nomeri berib qo'yamanizmi? Telefon nomer bermas ekan, endi majburiy guring yo'q. Isuzu, mana Isuzu ham ko'payib qolgan bozorda. Qani so'raymiz hozir. Aka, assalomu alaykum. Necha ekan yili? 12 aka. 2012 qancha baho aytyapsiz? 320 million deyapmiz. 320 million. Yurgani qancha bo'ldi? 8 kuruq yurgan. 8 kuruq yuribdi ekan, xo'p. 80 talikdami balonlar? 100 talikdan nechta bor? 4 ta. 5 ta balon. 5 ta balon. 2012 yili. 2012 balon holatlari yaxshi. Qayerda mashina aka bu? Termizda mashina ekan. Qanaqa motorlar boshqa ustiga ishimiz yo'qmi? Yo'q, zo'r mashina. Moy yemaydimi? Yo'q. Xullas mashina yaxshi holatda. Aka, kelishgani qancha bo'ladi bu naqdiga? 320 deyapmiz, kelishamiz aka. 280 ketdimi? Yo'q. Qancha kelishtiramiz aka? Biz obunachilarga birdaniga bir cho'l qilib narx aytaveraylik-da. 300 da bo'lsa bitadi aka. 300 naqdiga bo'lsa bitadi. Variant barter qilmaymizmi? Barter yo'q, variant bor. Variant qanchaga beramiz boshida, necha oyga qolganini to'laymiz. 200 dan ko'prog'ini bersa, u yog'ini kelishamiz. Xullas 200 bersa sizga boshida, qolgani Muddat qisqaroq bo'lsa 200 bersa ham bo'ladi. necha oyga? 4 oyga, 5 oyga? Uni kelishamiz mijoz bilan. Telefon orqali. Nomer aytamiz. 97lik 97 dan 639 639 20 20 ga chiqaveramiz. Mana mashinaning ichki holati. Yana bitta nomer aytsangiz. Ayting. 94lik 94 bilan 514 514 55 47. 55 47 ga chiqamiz. Isuzu so'raganlar. Termizda mashinasi ekan. Xabarlashaveramiz mana. Xo'p, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomashinasi. Xo'p, aka, bunga qancha baho qo'yapsiz? 500 baho qo'ygan. 500 million aytilyapti. Kuruq qancha bo'ldi yurgani? 278 ming, to'g'rimi? Bitta yoqib qo'ying qani. Mana ko'rsatib ketamiz birato'la. Ichki holatlar mashinani. Qayerda mashina aka bu? Xayrobod. Deno Xayrobod bo'ladi. Qanday ekan motorlar, boshqa bir detallarga ish yo'qmi aka? Yo'q aka. Hamma tomon tayyor ishga. 100 talikdan 4 tami 5 tami aka? 100 talik. 6 ta 100 talik balon qo'yib qo'yibdi ekan. Mana do'stlar. 6 ta balonim yangi. Balonlar hammasi yangi bosilgan. Mashinani endi naqdiga qancha kelishtiramiz buni? Kelishtiramiz endi, savdosiga. 500 aytyapmiz. 500 bahosi. 430 million ketdimi naqdiga? Hal
savdo endi-da aka. Savdo bo'lgani yo'q. Misol bo'lgan. telefon qilib masalan videolarimni ko'ryapti. O'zbekistonimiz chetdan ko'rayotganlar ham ko'p. Shunday aka. Shunga naqdiga sizga sразу aloqaga chiqib 430 desa ketdimi aka? Nima deysiz? Ketadimi? Naqd bo'lsa kerak. Naqd bo'lsa beramiz 430 ga. Variant barter qilsa nima qilamiz? Variant barterlarga bir 460 ta. 460 ga bo'ladi. Boshida qancha beramiz? Boshidan bir 400 lar bersa, 400 ni bersa qolgan 60 ta necha oyga? 2 oy, 3 oy. 2 oy, bir oy deydi. 2 oylargacha bo'ladi. beradi-da. Karchga piyoz pishig'i o'sha ko'p qolmadi. Ko'rsatishini ham ko'rsatchim bo'lsa. May, iyun ko'p qolmadi. Haftalar oldaylasa ham bo'laveradi. Bosib ketaveradi. Hammadan mana ishlarni zo'r saqlab qo'yibdi. Telefon nomeri ayting. 93 93 bilan 775 770 necha? 775 69 94 ga chiqaveramiz. Mana Isuzu izlaganlar bo'lsa, yili teprog'idan. Yana davom etamiz Isuzularda. Xo'p, 2017-yil ekan mashina. Aka qancha aytyapsiz mashinani? 380 million. 380 million. Yurgani qancha aka buni? 7 kuruq. 7 kuruq yurgan linoldan qilingan mashina yaxshi holatda ichi. Telefon nomeri 97lik 97 bilan 532 532 34 13. 34 13. Balon 6 tasi ham yangi ekan, ha? Aka 380 da aytdingiz. Uni qo'ying. Naqdiga 300 bo'lsa ketdimi? Nech bo'lsa beramiz? 320 oxir tirilgani bo'ladimi? Xudo xohlasa nima qilaylikchi gapni? Naqdiga. Naqdiga 2 uchtami? Nima turib? Qancha savdo bo'ldi? 327 million. 327 savdo bo'ldi, ha? Naqd pul deyapti. Variant bo'lsa qancha beramiz? Yo'q, variantga iloji. Faqat naqdga. Faqat naqd. Qayerda mashina deb qo'yamiz aka? Sarasi. Sarasi ham mashina ekan, savdosini bersin aka. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Mana aka, shunday so'rab ketaveramiz. Gazellar ham bor ekan, gazellar lekin egasi yo'q ekan, shu bois uni ma'lumotini ololmaymiz. Bu joyda yana bitta Isuzu bor. Buni so'raymiz hozir. Assalomu alaykum aka. Ha, necha ekan endi buni? 2011 necha pul bahosini aytib yubordik endi buni? 320 million so'm. 320 million aytilyapti. Ichki holatlar yurgani necha deymiz? 366 million. Bitta yoqib qo'yaylik qani. 366 ming mana ko'rib turibdi. Xo'p, balon holatlari yaxshi ekan. Yangi balonni bosibmiz. Qanday motorlar mo'yimadimi? Hammasi qilingan ustiga ishimiz yo'qmi aka? Yo'q, bo'lmaydi. Necha pul bo'lsa naqdiga sanaymiz aka. Shtir ketdi. 280 million beraveradi. 280 oxirga tirilgan, ha? Variant bo'lsa-chi? Faqat naqdga beramiz. Barterchi? Barter ko'ramiz. Qanaqa mashinaga? Cobalt Gentra bo'lsa barteriga. Qayerda mashina deymiz buni? Sho'rchini mashina nomerda ayting. 90 112 54 54 ga chiqaveramiz. Akamiz mana barterga ham kelishadi ekan. Savdosini bersin aka. Sizni so'raganlarga mana barterga ham bor. Xo'p. Zil so'raganlar bo'lsa, zilni ham ko'rsatib ketamiz mana. Egasidan hozir ma'lumotni olamiz. Ungacha shu joygacha ko'rganlar bo'lsa, videoni bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Assalomu alaykum aka. Nech pul aytyapsiz aka mashinani? Bir narxini so'rab olaylik. Birinchi 120 million. Yili necha aka buni? 85. Qanday buni vallarda, motorlarda ish yo'qmi aka? Balonlar yangi balon bosib qo'yibdi akamiz. Qolgani endi kelib oladigan, ko'rib gaplashaveradi. 100 qancha degan ekan narx? 120 mi aka, shu naqdiga 90 ga ketdimi? 100 ga bitami aka naqdiga? Qanchaga beramiz aka naqdiga? 110 lar bo'lsa, ha? Bunga variant barter qilmaymizmi? Barter qilmaymiz-da, qo'llanib turishni Qancha bersa bo'ladi boshida? 60 deb beradi, qolganini nechaga? 4 taga, 5 oyga. Kelishamiz, ha? Nomerni ayting. 91 572 577 50 60. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Sho'rchini mashina ekan, aka savdosini bersin.
Bizning so'raganlarga mana ko'rsatib ketdik. Necha kayli? Necha deymiz? Qaqa, necha ekan yili bilan? Kattasidan ham kelgan, kattasini ham so'rab narxni aytamiz. Hozir joyini shunday taxlab olsin. Qaqa, 2017 qancha aytamiz? 500 o'z, ha? Xo'p, balon holatlari yaxshi ekan. 100 talikdan 8 ta bormi, qaqa bunda? Yuztalikdan 8 ta bormi bunda? 130 talik 4 ta, 100 talik 4. 134 ta, 100 talik 4 ta. Qaqa, naqdiga bo'lsa 450 beramizmi? 450 bo'lsa naqdiga ketaveradi ekan mana. Variant qilsak-chi? Variantga yo'q ekan, nomerni ayting. Telefon nomeri 95 dan Nechi turgan? ichkarida so'rak. Aka, nomerni aytib yuboring. 99 244 98 91. Yurgani qancha aka buni? 6 kuruga. Shokoladlarni bitta ko'rsatib qo'ylik. Qayda mashina aka bu? Denovni mashinasi ekan mana. Isuzu'ni kattasidan so'raganlar bo'lsa.